Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun e-futbol bo'yicha kontent qilamiz, ya'ni penaltini 100% gol qilishni va penaltini 100% qaytarish usullarini aytib chiqaman. Bu sir hech kim bilmasligi mumkin. Bugun shu sirni sizlarga o'rgataman. Qani bo'lmasa boshladik. Qaranglar, boshladik. Mana penalti tepishni Cole Palmer ijro etadi. Mana ko'ramiz, 100% gol urish sxemasi. Darvozabon hozir oyoqni qaysidir tomonga qimlatadi. Mana o'ng tomonga qimlatgani sababli o'ng tomonga qattiq qilib 9likka sanchamiz. Mana qattiqroq qilsangiz agar 9likka o'chadi. Mana darvozabon kutib turadi, nima qilishini bilmaydi. Ozgina kutirsa agar, darvozabonni kutirsalar agar, u nima qilishini bilmaydi. Shunaqa bo'lgani uchun oddiy gol urish. Prosta burchakka qo'yish kerak. Xo'p, endi penaltini 100% olib chiqishni. E-futbolda penaltini 100% qaytarish usulini sizlarga o'rgataman. Like bosinglar. Mana tepishdan oldin bitta chap tomonga qarab qo'ydi. Tamom. Juda oson. O'rgangan bo'lsangiz agar bir dona like etadi menga va bitta kanalga kirib obuna bo'lsangiz yetadi. Hammaga rahmat.